Hozir taqvimlarimiz bor. Quyosh botgan vaqtlar aniq ko'rsatilgan. Muazzinlar ham o'sha vaqtda inshaalloh azonlarni aytishyapti. Yo'q, yana ozgina vaqtimiz bor. Yana ozgina kutaylik degan so'z bo'lmaydi. Balki iftorlikni tezlashtirishlik, saharlikni kechiktirishlik kerak. Kechiktirishlik qanday desa, saharligimizni taqvimni oxirgi vaqtigacha qilsak bo'ladi. Iftorlikni esa taqvimni birinchi vaqtida qilamiz. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatidir. Demak, taom yeyishlikda imkon qadar xurmo bilan boshlaymiz. So'ngra o'ta issiq va o'ta sovuq taomlardan ehtiyot bo'lamiz hamda iftorlikni o'z vaqtidan kechiktirib, qorong'uni tushirib, oylarni, yulduzlarni ko'rinib qolguncha, ya'ni shom vaqti ancha o'tib ketguncha bo'lgan vaqtni kutilmaydi, balki iftorlik o'z vaqtida qilinadi. So'ngra la turaddu deb boya so'zda aytdik. Iftorlik qilayotgan inson xossatan iftorlikdan ozgina avval dasturxonga o'tirishligi, oila a'zolar bilan bo'lsin, yaqinlar bilan bo'lsin, qaysi o'rinda bo'lsa ham dasturxonni atrofida iftordan ozgina avval taomni emas, duoni o'ylashligimiz kerak. Taomni emas, balki duoni o'ylashligimiz kerak. Ro'zadorning duosi ijobat va ro'zadorning duosi qaytarilmaydi, ayniqsa iftorlik vaqtida.